Frunze rayonidan uy izlab yurgan mijozlarimiz uchun 6 xonali duplex uyimiz, bomba uyimiz bugun sotuvga chiqdi. Keling uy obzorini qilamiz. Uyimizda podyezddan kirib kelishda chap tomonda garderobni zona qilingan, oynalar qo'yib o'tilgan, fotozonadek. Keyingi xonamiz bu bizada gostinniy xonamiz bo'lyapti. Gostinniy xonamiz ham juda ham katta, ideal remont qilingan, qimmat aboylar ishlatilgan. Uyga gap bo'lish mumkin emas. Bizlarda keyingi xonamiz bo'lyapti bu. Bizlarda kuxnyamiz. Krashini MDF materiallardan yasalgan, Coin brendining mebellari qo'yib o'tilgan. Hech qanaqa arzon narsa ishlatilmagan, uyga gap bo'lishi mumkin emas. Koridordan kelishimizda oxirgi bu bizada sanuzilimiz bo'lyapti. Yana eslatib o'taman, uyimizda santexnika ishlari ideal darajada olib borilganidan uy egalari uylariga boiler ham o'rnatib qo'yishgan. Uyimiz to'q konturli karsor orqali isitiladi. 100% to'pli pol qilingan uy. Keling ikkinchi qavatni ko'ramiz. Ikkinchi qavatimizga chiqqanimizdan birinchi kutib oladigan eshik bizlarda, bu bizlarda sanuzilimiz. Undan keyingi eshik bu взрослый spalni bo'ladi. Взрослый spalnilari ham juda ham shinam, juda ham zo'r did bilan qilib o'tilgan remontlari. Yana eslatib o'taman, har bitta xonada konditsionerlari mavjud. Keyingi xonamiz bu детский spalni bo'lyapti. Детский spalnichamiz ham yomon emas, juda ham zo'r. Bundan keyingi eshik bizlarda взрослый spalni, ikkinchi взрослый spalni kutib oladi bizlarda. Bu взрослый spalni qilingan mebellari ham juda ham sifatli, juda ham zo'r mebellar. Uyimizni start narxini egalari bilan kelishib $148,000 deb belgiladik. Uyimiz 5 va 6 qavatdan iborat 6 ta xona. Yana bir marta eslatib o'taman, 154 kvadrat. Uyimizning manzili Hamkor bankning orqasidagi Oqdon.